Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Atalmış Şinjan hökumətinin bayanatçısı Xu Guishang 30 iyul günü ötküzülgən muxbirlarning kutib olish yig'inida xalqaro jamiyatning naq maydon ziyoratini eng zo'r darajada o'rlashtirganligini e'lon qilgan. Ammo Yevropa Ittifoqining Ilhom To'xtiga o'xshash qonunsiz jinoyatchilar bilan ko'rishishi Xitoyning egilik huquqiga bo'lgan hurmatsizlik ekanligini, o'zlarining bu masaladagi maydonining chekinish mumkin emasligini kuchlik o'tirib qo'ygan. Shunda qilib Xitoy hukumatı Yevropa Ittifoqi diplomatlarining Sharq Turkiston ziyoratini kechiktirishdagi mas'uliyatni butunlay Yevropa Ittifoqiga yuklagan. Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning kishilik huquqi va milliy siyosatini tanqid qilishini doim rad qilib, xalqaro taratqular va jamiyatning Sharq Turkiston vaziyatidan xabarsiz ekanligini o'tirib qo'yib, Xitoyda turishli Xitoyparast chet ellik diplomatlarni, axborot vositalarini va chet ellik kuzatuvchilarni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilgan. Bu qitim saxtakor Xitoy hukumatı atalmış Şinjan bayonotchisi, ya'ni Xitoyning Yevropa Ittifoqining diplomatik vakillarini Sharq Turkistonni ziyorat qilish taklif qilishga intayin ahamiyat berganligini, hamda imkon qadar qulaylik va aloqa uchirish fursati bilan ta'minlab, xalqaro jamiyatning atalmış Şinjanni ziyorat qilish fursatiga erishishni umid qilamiz deb turib, yana bir tarafdan oldingi shartni o'tirib qo'ygan. Bir tarafdan qarashli kishilarning atalmış Şinjanda qarshi ilinmaydiganligini bildirgan. Xitoy yerlik hukumatı Sharq Turkistonda uyushtirgan har xil shakldagi chet ellik rasmiy ziyoratlar qattiq kontrol qilinadigan bo'lib, Sharq Turkistonga shaxsiy sayohat qilish uchun borgan chet elliklar soqchilarning parokandachilikka uchrab kelgan. Ammo Yevropa Ittifoqiga nisbatan turmada jazo o'tayotgan Uyg'ur olimi Ilhom To'xti bilan ko'rishish Yevropa Ittifoqi diplomatlarining Sharq Turkistonni ziyorat qilishidagi muhim oldingi shart ekan. Ilhom To'xti qo'lga ilinishdan ilgari Beyjing Millatlar universitetining iqtisodshunosi bo'lib, davomli Sharq Turkistondagi Xitoylar bilan Uyg'urlarning munosabatini tanqid qilganlik uchun 2014-yil sentabr oyida Xitoy hukumati davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan. Turmaga tashlangandan keyin Ilhom To'xti 2019-yil Yevropa birlashmasidagi eng yuqori kishilik huquq mukofoti Sakharov mukofotiga erishgan. Uning qizi Javhar Ilhomova o'tgan yil Oqsaroyga taklif qilinib, ayni vaqtdagi prezident Donald Trump tomonidan qabul qilingan. Bu Xitoyning Yevropa Ittifoqining Ilhom To'xti bilan ko'rish talabini tunji qatim rad qilish emas. Burunmi bir qatim rad qilgan. Xitoyning nima uchun Yevropa Ittifoqi diplomatlarining umrlik qamoq hukm qilinib, Urumchidagi bir turmada jazo muddatini o'tayotgan bir siyosiy mahbus bilan ko'rishidan bunchalik bearam bo'lganligi ma'lum emas. Yevropa Ittifoqining Ilhom To'xti va boshqa jinoyatchilar bilan so'zlashishni talab qilishi Xitoyning egilik huquqiga qilingan hurmatsizlik deyilgan. Lekin Uyg'ur tashkilotlarining aytishicha, Xitoy hukumatı o'zining Uyg'urlar qarta aytgan irqiy qirg'inchiligi va lager turmalarda 5 milliondan ortiq Uyg'urni tutib turayotganligi fosh bo'lib ketishidan ansirab, G'arbning Sharq Turkistonda tekshirish olib berishiga har xil shartlarni qo'yib to'sqinlik qilmoqda ekan. İyul ayının o'rtalarida Sharq Turkistondagi Taklimakan qumliqi necha kunlik qattiq yomg'ir sababidan 300 kvadrat kilometrdan ortiq qumliq kalkun bilan qoplandi. Sinoptikning rasmiy Weibo sahifalarida e'lon qilingan uchurlarga qaraganda, Tangriteg'ida yoqqan qattiq yomg'ir va tog'dan qor erishdan kelib chiqqan kalkun Sinoptikning g'arbiy shimol nefitligining Yuchi rayoniga hujum qilib, nurg'un to'smalarni va tok stulbu xadillarini vayron qilgan. Xitoy Sinoptikning 30 ming yurish uskunasini va 50 ga yaqin charlash mashinasini suv besib ketgan. Kalkun ko'lami 300 kvadrat kilometrdan oshgan. Gerçi qumliqqa suv tez singib ketgan bo'lsa-mu, rasmiy Weibo sahifasi tarqatgan sirni ko'rinishda yanala aslidagi Taklimakan qumliqi suv va laylatqillar bilan to'lgan suv shahriga aylangan. Turkiyaning Antalya, Mo'g'la, Mersin, Adana va Osmoniyadagi dala o't ofatining ta'siriga uchragan joylar umumiy turmushga ta'sir ko'rsatgan ofat rayoni deb e'lon qilindi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan ijtimoiy taratqudagi adresida bayonot e'lon qilib, dala o't ofatlarining ziyiniga uchragan rayonlarni umumiy turmushga ta'sir ko'rsatgan ofat rayoni deb e'lon qilganligini, Turkiya xalqining jarohatini tengish, ziyonlarni to'lab berish, imkoniyatlarini burunqidan yaxshi holatga keltirish uchun tashlashga tegishli barliq qadamlarni tashlashni davomlashtirganligini bildirgan. Erdo'g'anning bayonoti bilan birlikda tarqatgan ko'rsatkichda o't ofati rayonlariga ishorat qilingan Turkiya xaritasi bilan birlikda umumiy turmushga ta'sir ko'rsatgan ofat rayonlariga doir uchurlar o'rin berilgan. Ko'rsatkichga asoslanganda Antalyaning Manavgat, Oqsekki, Alanya, Kundo'mush va Gazi-Pasha nahiyalari, Mo'g'laning Marmaris, Bodrum, Milas, Ko'yjaxiz va Saydikamar nahiyalari, Mersinning Aydinchik va Silfika nahiyalari, Osmoniyaning Markaz va Qadirli nahiyalari bilan Adananing Aladog, İmamoğlu, Qaraisali va Kozan nahiyalaridagi o't ofatining ta'siriga uchragan barliq mahallalari ofat rayoni e'lon qilingan. Turkiyaning yuqori aniqlikdagi milliy razvedka sun'iy hamrohi Ko'ktürk 1 va Ko'ktürk 2, Antalyaning Manavgat va Mo'g'laning Marmaris nahiyalaridagi o'rmon o't ofatlari ko'rinishlarini singa olgan. Turkiya Davlat mudofaa ministrligi tarqatgan sun'iy hamroh fotosuratlarda o't ofatlarining tafsiloti yoritib berilgan.
Mazkur sun'iy amroq ko'rinishlarining o't ofatlarga qarshi kurash qilayotgan ministerliklar va munosabatli o'rinlarga avatilganligi bildirilgan. Nimshehid Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining danglik peshvolaridan biri. Mashhur shoir, ma'rifchi, jurnalist va jamoat arbobi. U Uyg'ur klassik adabiyoti bilan hozirgi zamon adabiyotini bir-biriga tutashtiruvchi ko'rik degan faxrlik nomga ega. Nimshehid kichkidilli zulmga, jaholatga qarshi isyonkor xarakterni yetildirgan ham bu xil ruhni hurlik erishning, ma'rifatlik bo'lishning, yuksak vatanparvarlikning xo'rmas energiyasiga ham ijodiyatdagi harakatlantirgich kuchga aylantirgan. O yesidagi diniy maktabda savod chiqargandan keyin 1922-yildan 1928-yilgacha boy va kuchodagi madrasalarda o'qigan. Bu chaqda uning xalq qo'shoqlari shaklida yozgan Bozor va Mozor nomli tunji she'rlar to'plami qo'lyozma holatda alichiga tarqalgan. 1929-yili u Qashqarga berib, shu zamonning danglik ilm markazi xalq madrasasida o'qigan. Bu mezgilda u Madora Azam, ya'ni cho'ng yarashtirish nomli she'rlar to'plami bilan muhabbat temasida yozilgan Anvarul Huda, ya'ni Haqiqat nur nomli qasidasini ro'yobga chiqarib, talantli shoir sifatida tanilgan. 1933-yili Qashqardan zulmga qarshi xalq qo'zg'oloni portilganda Nimshehid aktiv qatnashgan ham bir qatimliq jangda bo'yniga o'q tegib hayotidan ayrilg'il tasqagan. Şoňa u doktorxonadan chiqqandan keyin yozgan she'rlarini Nimshehid, ya'ni Yerimjon degan taxallus bilan e'lon qilgan. O yurtga qaytib kelgandan keyin yangicha ma'arif va aqartish ishlari bilan aktiv shug'ullangan. 1936-yili fevral oyida Bilim ishqida nomli mashhur she'rini yozib, butkul O'rta Osiyoda zilzil paydo qilgan. Nimshehid 1936-yilning keyingi yarmidan 1945-yilgacha Aqsu Uchori, keyin Aqsu gazetiga o'zgartirilgan gazetxonaning bo'limida muharrir bo'lib ishlagan. Bu mezgilda u Uyg'ur xalqi orasiga keng tarqalgan Ming uy va Farhod she'rin haqidagi rivoyatlarni to'plash, radlash va tadqiq qilish orqali Ming uy va Farhod she'rin nomli mashhur dostonni yozib, dunyoviy ulug' shoir Navoiydan keyin bu o'lmas temini o'zgicha tafakkur va badiiy iste'dod nuri bilan yuritgan. Nimshehid 1945-yil oktyabr oyida 3 viloyat milliy armiyasining Oqsuga tushgan qismi bilan G'uljiga chiqib ketgan ham milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi tashkil qilgan tarix yozish ishxonasida ishlagan. 1948-yili 1-avgust kuni Ilida Sharq Turkistonda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqi qurilganda, u hay'at a'zosi va uning nashr afkori bo'lgan ittifoq jurnali tahrir hay'atining a'zosi bo'lib saylangan. Bu mezgilda u Ming uy va Farhod she'rin dostonini to'liqlab yozib, Ili gazetida e'lon qilgan ham o'z xarajati bilan 3000 nusxa bostirib tarqatgan. U bu jarayonda she'riyat bilan shug'ullanib qolmay, yana sahna asr ijodiyati bilan shug'ullangan. Yangi Xitoy qurilgandan keyin u hech qanday amal va imtiyoz tamasida bo'lmay, yurtga qaytib kelib, onasi va qarindoshlari bilan birga oddiy fuqarolik turmushini kechirgan ham davomli ijodiyat bilan shug'ullangan. 1956-yili Xitoy haj vakillari o'miki bilan 10 ga yaqin davlatda ziyorati bo'lgan. Shu qitimli safar jarayonida u Seg'indim nomli mashhur she'rini yozib, kuchli ta'sir qo'zg'agan. Nimshehid 1960-yildan boshlab badiiy ijodiyatning mo'li ham yuqori pallasiga qarab qadam tashlagan. O Uyg'ur klassik adabiyotining esil an'analariga ijodiy varislik qilib, orzu vaznidagi she'r shaklini mazmun jihatda yuqori pallaga ko'tarib, o'z davrining ilg'or ideyalarini kuylagan. Uning she'r dostonlari tilining ravonligi, tushunishligi, turoq va ritmlarining tangkashligi, qofiyalarining to'q va go'zallik jihati bugungi zamon Uyg'ur she'ri uchun yaxshi namuna bo'lgan. Shoir har xil stilistik vositalardan moyillik bilan foydalanib, o'z fikrini cho'nqur she'riy hissiyot va challiq she'riy obrazlar orqali ifodalagan. Hukmlashtirish, qilibvozlik, shuarvozlik, kalendarchilikdagi xohishlardan tirishib saqlangan. Nimshehid she'rlarida ifodalangan demokratik ideya, vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik ruh uning haqiqiy vatanparvar, xalqparvar shoir, yangi davrning yalqinlik kuychisi ekanligini isbotlaydi. Shoirning o'z vaqtida bir qo'liga qalam, bir qo'liga alam ilib, xalqimizning ozodlik ishlari uchun singdirgan jafoliq emgaki uning ko'rashchan jangovar hayotining timsoli. Afsuski shoir zo'r ijodiy qizg'inlik bilan Ming uy va Farhod she'rin dostonini oxirgi qatim to'liqlab yozib bo'lib, Ko'r og'izdan yonganda nomli she'riy romani va Yusuf Zulayxa dostoni ustida jiddiy ishlayotgan paytda madaniyat zo'r inqilobidan iborat ta'tir quyun ko'tarilib, uning ashu qimmatli ijodiy emgaklari bayron qilib o'tilgan va o'zimi mislsiz eg'ir xo'rliq va nohaqchilik tufaylidan 1971-yili 24-avgust kuni echinish qalda bu olam bilan xo'shlashgan. Shoir vafot bo'lgandan keyin u yerlikida aromxoda yotamagan. Uning murdisi inson qalbidan chiqqan rahimsiz muomalaga uchragan. U vafot bo'lishdan ilgari kindiqini to'kilgan yurtga tezda qog'ida yetishni vasiyat qilgan bo'lsa-mu, orzusiga yetamagan. Uning ayoli bu aqalli vasiyatni o'rindashga amalsiz qolgan. U zar-zar yig'ilgan holda atrat katavashlarga tavut va namozini tushirib, yerlik qo'yishga odam berishni iltimos qilgan. U chaqlarda masjidlar chiqib tashlang'achqa tavut atrat iskilotida saqlanadi. Yurik qozonning kuysida qardab ketgan bir nodon tavutni berishga bo'lmaydi. Chunki tavut zaharlanib qoladi. Uning jasadini qabristonga qo'yishga bo'lmaydi. Chunki boshqa o'liklarni zaharlaydi degan. Shuning bilan uyning birdan-bir mulki bo'lgan karvatning puti tashlanib tavut qilingan. Zaharlansimi mayli deb qaralgan atalmish 4 xil unsurdan 3-4 tavutni ko'tarib,
Mahalla va qabristonlik yiroq bo'lgan cho'l tog' bag'ridagi yulg'un tuviga epirib, musulmonlarning qoidasi bo'yicha yerlik ilinmasdan 2 metr cho'nqurlikda o'rak qo'linib jasad qo'yilib, ondan usti gami yapgan shaklda etib ko'mib etilgan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.